Assalomu alaykum azizlar, Maestro Academy'ga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugungi navbatdagi o'tadigan mavzuimiz bu past continuous, ya'ni o'tgan zamon davomli fe'li. Bu present continuousni o'tgan zamon shakli hisoblanadi. Present continuousni esa sizlar bilan o'tgan darslarimizda o'rganib chiqqan edik. Bugun esa uni o'tgan zamon shakli, ya'ni past continuousni o'rganamiz. Qani ketdik. Xo'p. Asosiy qoidalar, ya'ni structure, buning qolipi. Qolipi qanaqa bo'ladi? Birinchi darak shakldan boshlab ko'rib chiqamiz. Darak shaklda ega, ya'ni he, she, it, I kabi olmoshlar va birlikdagi fe'llar uchun plus was, ya'ni isning o'tgan zamon shakli plus verb 1 ing. I was working. Men ishlayotgan edim. Endi inkor shakli buning qanaqa yasaladi? Mana shu egalarimiz, ya'ni birlik olmoshlarimiz va birlikdagi otlarimizga was qo'yilgandan keyin not inkor yuklamasi qo'yiladi va verb 1 ing. Ya'ni she wasn't working. U ishlamayotgan edi. So'roq shakli esa was egadan oldinga chiqariladi. Was he working? U ishlayotganmidi? Endi esa we, you, they kabi olmoshlarimiz va ko'plikdagi otlarimiz uchun were, ya'ni are ning o'tgan zamon shakli verb 1 ing. We were working. Biz ishlayotgan edik. Inkor shakli esa o'sha were dan keyin not qo'yiladi, keyin verb 1 ing. We were not working. Ishlamayotgan edik. So'roq shaklida were egadan oldinga chiqadi. Were they working? Ya'ni ular ishlashayotganmidi bo'ladi. Endi past continuousdan qachon foydalanamiz? O'tmishdagi aniq bir vaqtda davom etayotgan, boshlangan lekin tugamagan harakat uchun ishlatiladi. Ya'ni example, at 8 o'clock yesterday evening I was watching TV. Men televizor ko'rayotgan edim kechqurun soat 8 da. Ya'ni o'sha kecha kechqurungi soat ayni bir vaqt, ya'ni men televizor ko'rayotgandim, hali tugatmagandim. O'sha onda men televizor ko'rayotgan edim. Davom etayotgan edi bu harakat. O'shaning uchun past continuous ishlatiladi. Keyingi example, what were you doing at 11:30? 11:30 da nima qilayotgan eding? Aynan 11:30 da nima qilayotgan eding? O'sha aynan bir o'tgan zamondagi vaqtga urg'u beriladi. Xo'p, keyingisi when va while ning ishlatilishi. Ikki harakat bir-biriga bog'langanda, ya'ni bu qo'shma gapni bir-biriga bog'laydi. While past continuous uzoq harakat, ya'ni bu nima degani? While I was reading a book, gapning birinchi qismi while bilan tuzilyapti. I was reading a book. Nimaga past continuous ishlatishimiz kerak? Chunki bu uzoq harakat. Anaqa mutolaani boshlayotganingizda siz 5 minut, 10 minutda o'qib tashlay olmaysiz. O'shaning uchun bunga past continuous ishlatamiz. Kitobga o'zi bir kitobni qo'lga ushlagan odam hech bo'lmaganda yarim soat 40 minut o'qiydi. Bu esa o'zi davom etib turadigan harakat, ya'ni birdaniga tugab qolmaydi. Keyingisi when plus past simple, ya'ni bunda qisqa to'xtatuvchi ish harakat ifodalanadi. Bu nima degani? When the phone rang, ya'ni telefon jiringlagan vaqtda deb gapning birinchi qismini boshlayapti. Bu nima? O'sha telefon endi 1 soat jiringlab turmaydi. U 2 minut, 1 minut jiringlaydi, o'chadi. Qisqa vaqtda davom etadigan harakat. Shuning uchun past simple ishlatiladi. Endi esa o'sha structure, ya'ni 3 ta shaklni yana bir marta examplelar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, darak shaklda it was raining when I got up. Xo'p, mana ya'ni when bilan bog'langan, uyg'ongan vaqtim yomg'ir yog'ayotgan edi deyapti. When past simple, ya'ni I got up. Uyg'onish uchun o'zi 4-5 minut kifoya. O'z ko'zingizni ochdingiz, uyg'onib olishingiz uchun bo'ldi. O'zi miyangiz asta anaqa uyqudan sekin turishni boshlaydi. O'zi uyg'onib olasiz 5 minutning ichida. O'shaning uchun past simple ishlatilyapti. Xo'p, keyingisi inkor shakli we weren't sleeping at 2 am. Biz soat 2 da yarim kechasi uxlamayotgan edik. Ya'ni o'sha yarim kechadagi soat 2 ga urg'u berilyapti. Davom etyapti uxlamay turganligi. Endi so'roq shaklida what were you doing yesterday? Kecha nima qilayotgan eding? O'sha kecha masalan o'sha bunda aynan bir soatga urg'u berilmayapti. Общий kecha masalan shu payt nima qilayotgan eding? O'zi kecha nima qilayotgan eding deb savol berilyapti.
Hop. Keyingisi bizda critical note, never do this. Muhim qoida, hech qachon buni qilmang. To be fe'lini tushirib qoldirmang. Yesterday at 5 I was watching TV bo'ladi. I watching TV desangiz bu qo'pol xato. To be обязательный verb one ing bo'lgan joyda ishlatilishi shart. Steady verbs, siyot, aql, idrok fe'llari continuousda kelmaydi. Now, want, like, love, understand, remember fe'llariga ing qo'shilmaydi. I am knowing the answer bo'lmaydi, I knew the answer bo'ladi. Xo'p, nimaga qo'shilmaydi? Bu chunki harakat fe'llari emas, holat fe'llari. Ya'ni siz bir nimani bilganingizda harakat qilmaysiz, to'g'ri, cognitive, ya'ni aqliy ishlatishingiz mumkin. Miyangizni aqliy harakat hisoblanadi. No, jismoniy harakat, bir nimaga chopib yugurib kelmaysiz. Biron nimani xohlash ham xuddi shunday, yoqtirish, sevish, tushunish, eslab qolish ham harakat talab qilmaydigan ishlar. Holat fe'llari hisoblanadi va continuousda ishlatilmaydi. Keyingisi esa bizda mashqlar. Hop. Bu asosan zadachka uchun, lekin bitta example berilgan. Plus sizga men ham bittadan bajarib ko'rsataman. Yana ham tushunarli bo'lish uchun. Birinchisi positive and negative. Gaplarni was, were, ing yoki inkor shaklida to'ldiring. Hop. Birinchi positive berilgan ekan. I was watching my hair. Sochlarimni yuvayotgan edim. Endi kecha qor yog'mayotgan edi. Ya'ni inkor shaklda bitta berib ko'ramiz. Qani ketdik. Hop. It was not snowing yesterday. Snow. Oh my gosh. Rain yesterday. Okay. Mana shunaqa. Keyingini masalan, o'zi bu inkori yozilgan ekan. Qaysini inkor yozishimiz? Demak, kecha qor yog'ayotgan edi deb tuzarganmiz. Keyingisi inkorda bo'lar ekan o'sha. Keyin ikkinchi mashqimiz so'roq gaplar tuzing. Birinchisida what you do at 8 o'clock bilan kecha soat 8 da nima qilayotgan eding? Ya'ni what were you doing at 8 o'clock degan gap tuzishibdi. Biz esa you work at 10 p.m. last night. Kecha soat 10 da ishlayotganmiding degan gap tuzishimiz kerak. Were egadan oldinga chiqariladi. You uchun were tanlanadi. Work ing working at 10 p.m. Okay? Mana xuddi shu tarzda bajarasiz. Uchinchisi when, while, past simple or past continuous ikkisidan birini tanlang debdi. Qani uning uchun boya o'rganganimizdek o'sha ish harakatni uzoq muddatli yoki qisqa muddatligiga qarab tanlaymiz. Birinchisida while I was cooking dinner, the phone rang. Ya'ni telefon pishirayotgan paytim telefon jiringlab qoldi. Pishirayotgan vaqt anchagina vaqt oladi. Bu vaqt oladigan ish harakat, o'shaning uchun past continuous, telefon jiringlashi esa boya aytib o'tgandek qisqa vaqt davomida bo'ladigan ish harakat. Endi ikkinchisi, hop, we walk qo'ygan in the park when it start to rain. Endi yugurish aytingchi uzoq muddatli ish harakatmi, qisqa muddatli ish harakatmi? Why was walking bo'ladi, chunki yugurib yurasiz, birdan to'xtab qolmaysiz. Kamida 1,5 soat yugurib yurasiz, o'shani ifodalamoqchi. Men endi yomg'ir yog'ishi esa birdaniga o'zi bulut anaqa paydo bo'ldimi, yog'ib yuborishni boshlaydi. Bunga past continuous, past simple started. Bunda esa I was walking da past continuous. Chunki when ni o'sha when bog'lagan tomon, ya'ni birinchi tomon, when oldidagi tomon обязательный past simple da bo'ladi. Xo'p, endi esa I see an accident while I wait for the bus. Xo'p, while qo'yilgan tomon esa past continuous da bo'ladi. While ni ya'ni yoni.
Endi esa bu I saw bo'ladi, chunki accidentni siz birdaniga o'z qaraganingiz bilan ko'rasiz. Uni 1 soat qarab o'tirishingiz shart emas. Aynan pol ochmaysizda, accident bo'ladi hozir deb 2 soat kutmaysiz. O'shaning uchun saw bo'ladi. Xo'p, while tomon past continuousda bo'ladi dedik. I was waiting bo'ladi. Endi avtobusni picha kutasiz. Was waiting. Hop. Endi keyingisi spot the mistake, xatoni toping va to'g'rilang. What you were doing yesterday? O'sha so'roq gap tuzishda were-ni egadan oldinga chiqarish esdan chiqib qolibdi. Bu esa xato. Buni esa to'g'rilab ketgan. Endi esa I was now in the answer. Now state verb hisoblanadi. O'shaning uchun buni past continuous yoki present continuousda qo'llashimiz mutlaqo xato. I knew, okay, the answer. Okay. Keyingi mashqimiz complete the chat dialogni to'ldiring. Hi Tom, I called you yesterday at 9 p.m. but you didn't answer. What were you doing? O'sha soat 9 ga e'tibor berilyapti, qaratilyapti. Endi o'shaning uchun past continuous qo'llab ketishimiz kerak. Qolganlari siz uchun zadachka. Yaxshilab qoidalarni o'qib, o'rganib, bir takrorlab chiqib, keyin mashqlarni bajarsangiz esda qolarli bo'ladi. Umid qilamanki, siz uchun bugungi darsimiz manfaatli o'tdi. Maestro Academy kelajakdagi o'qishingizga muvaffaqiyatlar tilab qoladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha.